Mana bugun Termiz davlat universiteti yuridik fakultetida 3 ustoz 3 mukofot tanlov dasturi o'tkazilmoqda. Bu tanlov biz talaba yoshlarning yaxshi fanlarni o'zlashtirishimizga hamda bu fanlar asosida rivojlanishimizga xizmat qilmoqda. Bu tanlov o'tkazilishidan maqsad talaba yoshlarning kelajakda hamda hozirgi bilim saviyalarini tekshirish hamda oshirib borishga yaxshi xizmat qiladi deb hisoblayman. Hozir birinchi bosqichga kirib chiqdim. 90 ta savoldan iborat testlarni ishladim. O'zimga umidim bor, yaxshi ishladim deb hisoblayman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yillik munosabati bilan Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti davlat va huquq asoslari kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan qator tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, talabalar o'rtasida Konstitutsiya bilimdoni deb nomlangan tanlovimiz ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Uch ustoz 3 mukofot ko'rik tanlovida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Buni tashkillashtirgan davlat huquq asoslari kafedrasi ustozlarimizga va barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bunaqa tadbirlarni ko'plab tashkil etishi biz talabalar uchun ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi.